Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun xudo xolisa 29-may navbatdagi mijozimizga kelib, o'zlariga ma'qul bo'lgan xonadon uchun shartnoma qilib berdik. Shartnomani olib ketyaptilar. Xudo xolisa tabriklaymiz aka. O'zingizni tanishtirsangiz Assalomu alaykum. va kameraga qarab. Men Jumaboyev Ismoil. Mana shu sizlarning qurilishlarini ko'rib yoqqanim uchun ikki xonali uy xarid qildim. 3-etajdan. 3-etajdan ikki xonali uy xarid qildim. 58 kvadrat metrli. O'zimga yoqdi. Planirovkasi, sharoitlari, lokatsiyasi. Olmaliqdanmisiz? Olmoqdaman. O'zim Shu yerda ishlaysiz? Shu yerda ishlayman. Oyda turaman. Lokatsiyasi rosa chiroyli joyda ekan. Bunga yoqqanim uchun xarid qildim. Shartlari ma'qul keldi. Shartlari ajoyib. Ayniqsa foizsizligi menga ma'qul bo'ldi. Menga ma'qul bo'ldi. Endi ko'p joyda foizligini hisobiga. O'shaning uchun boshqa joylarga bordik, rosa qimmat bo'lib ketdi. Men hozir sizlarniki cho'ntak bo'lib sandiramiz o'sha. Zo'r aka. Inshaalloh xayrli bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga Ishlaringizga omad sizlarga. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Hali yana xonadonlarimizdan bor, ulgurmaganlar bo'lsa, bemalol ofisimizga tashrif buyurib, kesanglar, menejerlarimiz uylarimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi va o'zlaringizga ma'qul bo'lgan xonadonlardan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar, charchamanglar.